Hi everyone, welcome to iLanguage Training Center, New Concept English Video Classroom. And I'm Ablajan. And today we will learn New Concept English Book 1, Lesson 11. Okay, open on page 22. Sağlaş yapışımızla hem de bugün bu şu 11. dersini günümüz. Yani sizler kitabınların ki 22. birden açsanlar. Okay. Avvaldan bu şu dersimizdeki bir neçe yeni sözlerni bir öğrenip öteylik. Okay. Birinci yeni söz nima desanlar? Whose. Okay. Whose. Anız qaranglar bolalar. Ana bu yerga whose deganimiz nima desanlar? Whose. Kimning? Kimning? Ana bu yerga who, ana bu yerga se bo'lmay h W-H-O. Ama bu ismini bo'ldi desanlar who. Who deganimiz nima? Kim. Ana whose deganimiz nima? Kimning. Okay, whose degan kimning. Masalan, whose is this umbrella? Demek endi bu kunlik kimning? Whose is this umbrella? Tushunami? Aniqda bu qalam kimning deganda deymiz? Whose is this pen? Okay, whose is this pen? Okay, and this is kim deganingda aytib bo'lar. Who are you? Okay, who are you? Good. Who are you? Okay, the next one is blue. Okay, blue. Okay, and bu yerga blue deganimiz nima desanlar? Ko'k degan gap, ha? Ko'k. Blue. Okay, and mana u asal so'zlaproq o'qiymiz, ha? U blue. All right, blue. Okay, blue deganimiz ko'k bo'ldi, and the blue shirt deganimizchi? Blue shirt. Okay, blue shirt deganimiz hamda ko'k rangli ko'ylak. Masalan, aytishim kerak ma'nosini deymiz. Sanlar ko'ylak deymiz, ha? Odatda kostyumda qo'llanishga kelganda shu shirt, nima? Blue shirt. Endi ko'k rangli qalam degani-chi? Blue pen. Yaxshi. Hamsa ko'k osmon, boshqa blue sky. Okay, blue sky. Good. Degani bo'ldi blue. All right. Next one is perhaps. Okay, perhaps. And perhaps deganimiz nima desanlar? Balkim. Perhaps. Demak, ma'lum rahbarga nisbatan siz shunga aniq jazm qilamisiz? Shu balkim deshil. Perhaps. Masalan, whose book is this? Bu kimning qalami desa? Oh no, sorry. Kimning kitobi desa? Perhaps this is his book. Balkim bu onun kitabi. Yoki perhaps this is her book. Balkim bu onun kitabi. Onun kitabi. Demek kitap degan deymiz. Book onun kitabi deganicha his book, her book. His o'g'illar uning, her qizlar uning. Evet, perhaps deganim bo'ldi bolalar. Perhaps. Perhaps. Good. Manimita blue. Good. Macho whose. Okay. Whose deganimiz kimning? Kimning u? Okay, next one is white. All right. White. You know, white is really beautiful color. Huh? Okay, and the white deganimiz nima desanlar? Oq rang. And the ma'no qilganda ma WH I Akhir I qanday qilmaydi desanlar, talaffuz qilinmaydi. Okay, what is this? This is white. Okay, white. White deganimiz nima? Oq ranglik. Masalan, ma ayol kiyib olgan, nima desanlar? Ko'ylak. A white dress. Okay, a white dress. What about next one is white shirt. Okay, white shirt. Ustiga nima kiyibdi? Oq ranglik. Nima desanlar? Ko'ylak. All right. Next one is catch. Okay, catch. And the one, okay, catch. Okay, please catch the football. Okay, please. Shu o'tinish so'zi yoki shu aytishlar spayish nima? Catch tutolmoq the football. Futbolni tutib olam. Okay, va kishi o'xshatdimi ma'nosi nima? Shu catch bo'ladi, ha? Masalan, men sizga cho'ray, catch. Okay. Odatda yana nima bir narsani cho'rganda, voy tutar aytamizku, hey, catch. Catch. Nahmu shu catch. Catch. All right, catch.
Xo'sh, hamsa bu so'zliklarni jiqamaskan, shu tekst kelayli. Is this your shirt? Okay, is this your shirt? Hamsa buningki qisqagina bir karton filmni ko'rayotgan ekan. Hamsa tekstimiz boshlandi. Hamsa diqqat qilinglar. Whose shirt is that? Is this your shirt, Dave? No, sir. It's not my shirt. This is my shirt. My shirt's blue. Is this shirt Tim's? Perhaps it is, sir. Tim's shirt's white. Tim, Yes, sir? is this your shirt? Yes, sir. Here you are. Catch. Thank you, sir. All right, finished. Is this your shirt? Okay, and the teacher named that whose shirt is that? Okay, whose shirt is that? Okay, bu kimning nimasi? Ko'yniki. Hamda bu qanday kelgan desangiz, bolalar. Masalan, this is my shirt. Nima? This is my shirt. Okay, bu bo'lsa nima? Meningki ko'ynikim. And so'lga aylantirsak-chi, is this my shirt? Okay, nima? U bo'lsa mening ko'ynikimmi? Okay. Andaqda Ama yargı may degan aniq olmasa, bersangiz, mayning o'rniga nima almashtirib o'tamiz. Demakchi, bu shu whose degan almashtirib aralashtirsak nima bersanlar? Is this whose shirt? Adada W yoki H bilan boshlangan savol almashtiri, adada jumlaning beshiga o'tkazilib o'tilishunami? Shunga whose shirt is that yoki whose is this shirt? Mushuk o'xshar ekan. Demakchi, bu kimning ko'yniki? Whose shirt is that? Yoki whose is this shirt? Yoki that shirt degan gap. Endi men yoki that, okay, that deganimiz arkadaşlar, nima avu. Oldinlariga bo'lsa this, ajraqtiga bo'lsa that. Is this your shirt, Dave? Bu sizning ko'ynikingizmi, Dave debdi ma'lum. Shunami? Bu sening ko'ynikingmi? Shunami? Desa, no, sir, it is not my shirt. Oh, yo'q efendim, u mening nimam emas, ko'ynikim emas. No, sir, it is not my shirt. U nima emas, mening ko'ynikim emas. It is not my shirt. Okay? This is my shirt. My shirt's blue. Okay? Nima bu mening ko'ynikim. Okay? This is my shirt. Okay? And this is bu bo'lsa shunami my shirt. My shirt's blue. And my shirt's deganimiz my shirt is deganning qisqartirilmasi. My shirt is deganning qisqartirilmasi. Shunga my shirt's blue. Meningki ko'ynikim ko'k rangda. Okay, and ma ko'ynak demasam, oq rangli ko'ynak shunami? Is this shirt Tim's? Okay. Tim's deganimiz nima? Timning. Odatda ham shu mobilakdan birdam degan language focusini bir tushuntirib qo'yaman. Tim's degan Timning degan gap. Masalan, Ablajonning shunami? Demak, is this shirt Tim's? Bu Timning nimasimi? Ko'ynakimi? Tushunamiz? Perhaps it's sir. Okay, and o timning mo yoki emasligini jazm qilinmadi, shunami? Shuni o'ylandim. Perhaps it's sir. Perhaps it's sir. Balkim shu timningniki, shunami? Tim's shirt's white. Tim's shirt's white dedi, shunami? Timning ko'ynagi bo'lsa oq rangli. Endi men Tim's shirts shikili cho'q peshtamajga qo'yib asqatliq ahvol bor. Shikili asli qaysi BP'da, qaysi egilik kelishning nimasi? Demakchi ning demakchi. Qanchachiroq 5 odamga bog'u? Ning, nima? Tim's shirt's white. Tim's degan nima birinchi asli nima desanglar, shu ning degan gap. Timning nimasi? Ko'ynagi, shirt. Is white bo'lsa oq rangli. Demak, endi men yerga Tim's shirt's white. Demak, shu Timning ko'ynagi oq rangli. Tim deb chaqirdi. Yes sir. Muallim nima deysiz? Nima gapingiz bor dedi shunami? Yes degandan shu nima gapingiz bor dedi. Birisi excuse me deb so'rasam, yes, nima deytingiz? Nima gapingiz bor degan gap shunaqo. Is this
your shirt? Bu sizning ko'ylagingizmi? yoki bu sening ko'ylagingmi? Is this your shirt? Yes, sir. Okay, yes, sir. Here you are. Okay, here you are. Endi bu yerga here you are deganimiz nima? Elanga tutunga degan gap. Okay. Endi amaliyotda buni to'liq shakli you are here degan gap. Bu holatda ta'tu jumla bo'lib, mana here degan beshi qolmashdi. Here you are. Demakki mana siz, demakki mana elanga degan gap bo'ldi. Catch. Endi mana bir narsani chiqarib catch nima? Endi catch deganimiz tutunga. Arada birisi ko'rganda catch deb tutib ol deymiz-ku. Thank you, sir. Rahmat muallim. Okay. Anaqa bu darsimizniki language focus. Biz mushu o'rganishni keraklik. Intayim muhim zur bo'lgan bir necha muhim javhar nuqtalarni bir o'rganib chiqaylik. Endi birinchi mana whose shirt is this? Okay, whose shirt is this? Endi men yerga bu nima desam, bu kimning? Bu kimning ko'ylagi? Bu kimning ko'ylagi? Endi bu nima desam, alohida so'roq jumla. Endi menda alohida so'roq jumlani talaffuz qilganda birinchi yo'lab qanday desanglar, mana bizniki talaffuzimiz qanday desanglar, bo'lgan siri oxiri qanday desanglar, sal ojizda. Masalan, whose shirt is that? Hargizmi whose shirt is that demaymiz, ha? Whose shirt is that? Whose shirt is that? Demakki 5 sal egizroq boshdan oxirimda pastaydi. Whose shirt is that? Tushunami? Okay, and yes sir. Okay, yes sir. Oh, yes sir deganimizda bo'ladi. Yoki anda musharaka ma'nosi nimaga ipingiz vaqti muallim, ma'lum bir sizni chaqirsa yes deganimizda nimaga ipingiz vaqti degan gap bo'ldi. Yes sir, ha? Nima deysiz muallim? Nima? Here you are. Okay. Here you are. Okay. And here you are. Here you are asl shakli valla you are here degan gap. Siz bo'lsangiz mana. Endi men here degan bu yer mana degan gap qo'yanda. Demak, birisiga bir narsani ko'rsatmoqchi emasdan, pasportinglarni mana ilanga, mana tutunga, mana deb bir ko'rsatishwa, here you are degan gap shu. Mening kunlikim bilan paltorim desa, mana ilanga mana. Demak, birisiga tanglaganda here you are deb emasmi? Yoki demak here it is. U bo'lsa mana. Endi u bo'lsa mana degan shu narsani ko'rsatmaydi. Masalan, PPT boshqaruvchi ne desa, hey, here it is. Mana demakchi it is here. Mana. Demakchi here degan mana degan gap qo'yamda. It is here. Asli bu ta'til jumla here it is bo'ldi. Here it is. And that's how adashlar. Agar ko'proq jiq narsani ko'rsatmoqchi bo'lsak-chi, here they are. Okay? Here they are. Mana ular demakchi. Stakanlarni menga bersangiz, here they are. Mana ular demakchi ko'p narsani ko'rgan here they are. Shunaqa birdan emasdan here you are yoki here it is. It is. Agar masalan it is not. Endi misharik it is not ning qisqartirilmasi it isn't yoki it's not. Ammo ikki xil qisqartsak bo'ldi. Birga it bilan BP ni birga qilib, masalan it isn't yoki it's not. Okay, it's not. It's not. Okay, it's not. Endi bugungi darsimizda 30 degan nima? 30. Oldingi darslarimizda masalan 10dan 20 sanab bo'lib hamda 30 degan o'qanda va tilimiz adashishlarida 30. Okay, 31, 32, 34, 33, 34, 35, 36 degan ekan. Okay. Endi misha bizning darsimizniki hamda yana bir grammatika nuqtasi bor. Grammatika nuqtasi bor. Endi masalan qaranglar. This is my shirt. Okay. This is my shirt. Demakchi u mening nimam? Okay, u meningki ko'ylagim. And this shirt is mine desanglar bo'ladi. Endi bu yerga mine deganimiz nima desanglar? Mana shu orqa sifat xarakterlik nima desanglar? Olmash. Okay. Birisi sifat xarakterlik olmash deganimiz masalan my shunami? Endi demakchi shirt sifatlab qo'yildi. Endi bu yerga ism xarakterlik olmash deganimiz nima desanglar? Mine, mening degan gap. Mening degan gap. Masalan this is mine. Okay, this is yours degandek. Okay, and this is whose shirt? Okay, this is whose shirt? And then this is my shirt. Shunami? And mine o'rniga hamda who's ni almashtirib aytdik, shunami? Who's ni almashtirib aytsak hamda bu alohida bir savol jumla bo'ldi.
Arada bu nima desanglar who oldiga o'tkildi qo'y. Endi bu yiban joyga aylansak, oddiy savol jumlaga aylansak nima? Is this whose shirt? Bu kimningki nimasi? Okay, ko'yniki. Endi bu oldiga o'tkib bersak nima desanglar? Shu whose shirt is this? Okay. Yoki desanglar this shirt is whose.